Assalomu alaykum. Ushbu videoda dorixonada sotilgan mahsulotlarni qaytarish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ayniqsa, markirovka kodi skanerlab sotilgan mahsulotlarni qaytarishda nimalarga e'tibor berish kerakligi, tizimdagi ogohlantirishlar va asl belgisi onlayn proverka funksiyasidan to'g'ri foydalanish haqida tushuncha beramiz. Birinchi holat: mahsulotlarning to'liq qaytarilishi. Sotilgan mahsulotlarni qaytarish uchun odatdagidek History Check bo'limiga kirib, kerakli chekni tanlaymiz va Возврат tugmasini bosamiz. Agar chekdagi barcha mahsulotlar to'liq qaytarilayotgan bo'lsa va hech qanday tekshirish talab qilinmasa, jarayonni qo'shimcha amallarsiz davom ettiramiz. Agar chekka hech qanday o'zgartirish kiritmasdan faqat markirovkalarni tekshirmoqchi bo'lsak, kechiktirilgan markirovkalarni kiritish oynasini ochamiz. Mavjud markirovkalarni klaviaturadagi Delete tugmasi orqali o'chirib chiqamiz. Va onlayn proverka funksiyasi yoqilganligiga ishonch hosil qilamiz. So'ngra qaytarilayotgan mahsulotlarning markirovkalarini skanerdan o'tkazamiz. Ushbu amalni barcha mahsulot qatorlari uchun takrorlaymiz. Agar bizga tegishli bo'lmagan markirovka kiritilsa, ya'ni korxonamiz balansida bo'lmagan markirovka kiritilsa, tizim uni avtomatik ravishda rad etadi va misoldagi kabi ogohlantirish xabari chiqaradi. Shu tarzda mahsulotlar bizga tegishli ekanligini markirovka orqali tekshirib chiqqach, qaytarish jarayonini yakunlaymiz. Ikkinchi holat: mahsulotlarning bir qismi qaytarilishi. Agar chekdagi mahsulotlar to'liq emas, bir qismi qaytarilayotgan bo'lsa, chekka o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi. O'zgartirish kiritish uchun mahsulot qatoriga bosilganda ushbu ogohlantirish paydo bo'ladi. Bu ogohlantirishning ma'nosi: Возврат chekidagi markirovkalangan mahsulotlarni tahrirlab bo'lmaydi. Faqat o'chirishga ruxsat beriladi. Agar miqdorni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avval mahsulotga biriktirilgan markirovkalarni o'chirib tashlashingiz kerak. Ya'ni, mahsulot miqdorini o'zgartirish oynasini ochish uchun avval unga biriktirilgan markirovkalarni o'chirib chiqish kerak bo'ladi. Avvalo, kechiktirilgan markirovkalarni kiritish oynasiga o'tamiz va barcha mavjud markirovkalarni o'chirib chiqamiz. Endi ortga qaytib, mahsulot miqdoriga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Bizning misolda umumiy 3 tadan faqat 2 tasi qaytarilayotganligi sababli miqdorni -3 dan -2 ga o'zgartiramiz. So'ng ushbu 2 mahsulot uchun tegishli markirovkalarni kiritamiz. Shu ko'rinishda qaytarish jarayonini yakunlaymiz. Uchinchi holat: bir nechta qatorda sotilgan mahsulotlarni qaytarish. Bu holatda ishni osonlashtiruvchi usulni ko'rib chiqamiz. Agar bir mahsulot bir nechta qatorlarda sotilgan bo'lsa, markirovkalarni kiritishni osonlashtirish uchun faqat bitta qatorni qoldirib, qolganlarini o'chiramiz. So'ng o'chirilgan qatorlardagi qaytarilayotgan miqdorni qolgan qatorga kiritamiz. Buning uchun qolgan qatordagi markirovkani ham o'chirish zarur. Aks holda biroz oldin ko'rganimizdek ogohlantirish xabari chiqadi. Umumiy 4 ta mahsulotdan 3 tasi qaytarilayotganligi sababli qolgan qatorga -3 yozamiz. So'ngra kechiktirilayotgan markirovkalarni kiritish oynasiga o'tib, aynan shu 3 ta qaytarilayotgan mahsulotning markirovkalarini kiritamiz. Markirovkalarni kiritgandan so'ng Возврат jarayonini yakunlash mumkin.
Ushbu videoda mahsulotlarni markirovka asosida qaytarish, ya'ni возврат qilish haqida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.